maza qilishadi. Oho! Zo'r gap aytmoqchisiz menimcha. Yo'q, zo'r gap emas. Sal muammoliroq ish chiqib qoldi. Muammo sal. Qanaqa muammo? Ustingizdan muxlislar shikoyat qilishibdi. Yozib berishdimi? Ha, shu xatni olib keldim. Mani aloqam yo'q. Shikoyat xati tushgan. Juda qattiq shikoyat qilishibdi bu yerda. Shu xalqni oldida o'qib bersam nima deysiz endi? Yaxshi gap bo'lsa, mayli. Yo'q, yaxshi gap emas-da. Endi hammaning kayfiyati zo'r. Ukajon chidashingiz kerak edi. Bu hammasi shu konsertda qilayotgan ishlaringiz haqida. Xalqning shikoyati bu. Uzr endi. Shartmi? Maylimi? Ha, dushmanlaringiz bor ekan. Shikoyat muxlislar nomidan. Bunyod Saidov 4 kundan beri xalqni aldayapti. Uzr endi, xalq yozganda. Konsertda fonogrammadan foydalaniladi deb bilet sotib aldab jonli qo'shiq aytyapti. Endi bu xalqning fikri. Men Bunyodjon, men hech aybim yo'q, men xolis odamman, ukajon. Men maylim qolganini ham o'qisam. Bu yog'i yaxshimi o'zi? Yo'q, yaxshi bo'lsa kerak, bilmadim. Mana birinchi marta eshitishim. Kecha konsertga keldik. Qarasak, konsert emas, to'y bo'layotgan ekan. To'g'risi dam olamiz deb kelgan edik. Sho'x qo'shiqlar aytib hammamizni o'ynatdi. O'ynab terlab qolib, tashqariga chiqib pochkamni oldirib qo'ydi. Uch yarim soat konsert qo'ydi. Odammi bu, robotmi? Uyga kech borganim uchun qaynonamdan rosa gap eshitdim. Kechirim so'rasam, menga ham bitta bilet olib bermasang kechirmayman dedi. Kassada bilet qolmagan. Olib sotarlardan so'rasam, sizda bo'lsa bizga bering deyishdi. Amallab birinchi qatorning narxiga balkondan bilet olib balkonda o'tirdik. Qachongacha Bunyod Saidovni do'ppisini tomosha qilamiz? Birinchi qatorni san'atkorlar egallab olgan. Axir bu monopoliya-ku deb yozishibdi. Bizga birinchi qatordan joy berib, san'atkorlarni balkonga o'tirgizsa bo'lmaydimi? Nima, ularning shoxi bormi? Yoki zreniyasi pastmi deb yozishibdi. Yana bir narsa. Iltimos, loppi degan qo'shig'ini aytmasin. Bunyod Saidov shu qo'shiqni aytgandan keyin do'mboq qizlar birovni bir tinga olmay qo'ydi. Shu qo'shiq chiqqandan keyin ikkita 120 kilolik dugonam yerga tegib ketdi. Ozg'in qizlar o'tirib qolyapmiz. Iltimos, agar Bunyodjon mard bo'lsa, ozg'in qizlar haqida qiltir degan qo'shiq ham aytsin. Endi hammasini o'qisam Bunyodjon bitta shikoyatlar ko'p. Yaxshi. Yozishga mana sahna to'ldi, sozandalar bilan, raqqosalar bilan to'lib, o'ziga joy qolmasdan pastda ashula aytib yuribdi degan gaplar ham bo'ldi. Bunyod Saidov, qarshi chalib qo'yinglar do'stimiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Men ozgina vaqtingizni olganmasam uzr so'rayman. Ham qo'rqitib, ham xursand qilgan. Avazaxon og'amga qarsak. Sog' bo'linglar. Rahmat. Xushsiz. Kecha uydagilar keluvdi-yu. Men qaradim, mana otangiz, onangiz, yangam o'tirdi, siz kelmadingiz. Yo'q, o'sha uydagilarni kechagi taassurotlarini ariza qilib yozib keldim-da. Kimni pochkasi ordi? Uydagilardan. Yo'q, uydagilar emas. Boshqa grijasi ushlab qolganlar ham bor. Keyin aytib beraman. Avazaxon og'a, sog' bo'ling.